Premier brend to'g'risida ishlab chiqarilgan Everest modelini obzor qilib beramiz. Menga yoqqan tarafi birinchi o'rinda, endi ichini ochmasdan turib dizayni. Bu ham bitta, ya'ni bu konsertimiz full DC inverter. Isitishda 977 watt. Bu UV lampa, mana shu yerda gribok hosil bo'ladi. Bu katta plus. Aslida premium konsertda bo'ladi. Bu qoplama 50 yilgacha xizmat qiladi. Bitta minusi Wi-Fi ko'mit. Klientga 440-450 atrofida. ichida nima chiqib keladi? Ki sopon plus rent top o'ynash kerak. Bu degani eng past toklarda ham yaxshi ishlab beradi. Yumon ko'psa ancha qilinganmi? Premier 12 lik Everest. Assalomu alaykum barchaga. Bugungi videomiz Premier brend to'g'risida ishlab chiqarilgan Everest modelini obzor qilib beramiz. Bu haqiqatan ham pulga arziydigan yo'qmi? Sizlar bilan ko'ramiz. Videoni oxirigacha tomosha qilinglar. Oldindan like, podpiska bosib qo'yishni unutmang. Xudo xolasa manfaatli video bo'ladi sizlar uchun. Assalomu alaykum. Doim videoda konteynerlar plus tomon gapirasiz. Bu konteynerlar videodan oldin pluslarni sanabchi, qanaqa pluslarni ko'rasiz? Xo'p, birinchidan konteynerimiz dizayniga keladigan bo'lsa, shunaqangi chiroyli, zamonaviy dizayn bilan qozlangan bo'ladi. Ranglari silver rangda, har qanaqa interyerga mos tushadi. Menga yoqqan tarafi birinchi o'rinda, endi ichini ochmasdan turib dizayni qo'ydim men. Nima desangiz, asosan bilamiz, konteyner har oy bir martadan filtrni tozalab turiladi. Bu konteynerimizni ichini ochib o'tirmaysiz, shunaqangi TV qismidan olib turib tangiz bo'ladi. Bu ham bitta plus. Mana shu holatda bemalol olib tozalasangiz bo'ladi. Yana bitta pluslardan biri, eng asosiysi tok rasxoti, ya'ni bu konteyner berayotgan quvvatda kamdan kam konteynerlar shunaqangi rasxot qiladi. Ya'ni bu konteynerimiz full DC inverter. Sovutishda Birinchi yilni o'tkazish va tok rasxoti gapirmaganingizga kommentar faqat ashnasi bo'ladi bizga. Sovutishda 989 salkam bir, isitishda 977 watt. Bu degani juda ham yaxshi ko'rsatadi. Ichlarni bo'shatib oldi. Mana korpuslar tayyor. Ular uchun istamoqqa. Men ichki korpus bo'shatish bilan eng katta plus tarafini ko'rib qo'ydim sizlar bilan. Nima ekan? Bu UV lampa. UV lampaning vazifasi filtrdan main changni o'tgandan keyin buni pasi nur bilan mikrobdan o'ldirib turadi. Bu sizga toza havo bilan ta'minlab beradi. Masalan, filtrdan, bilasan, yirik changni ushlab qoladi. PM205 degan mayda zarra mikroblar bor. U hamma konteynerda mana terlaganda u mikrob tushadida, mana shu yerda gribok hosil bo'ladi. Bu griboklarni mana UV lampa radiatsiya bilan o'ldirib turadi. Bu ham katta plus. Hamma narsa. Jannasi. Bu katta plus. Aslida premium konteynerda bo'ladi. Bu konteynerimizda qo'yib ketgani bu juda ham katta plus. Sizga har doim svejiy, toza havo bilan ta'minlab beradi. $280 dedingizmi? $280 aziz menimcha. Aziz. Endi sizlar bilan o'lchab ko'rish uchun isparetli bitta o'lchab ko'ramiz. Qanchalik katta, qanchalik sizga effekt beradi. Topman mana qo'yib oldim. O'lcha. 68 sm ekan. 68 sm. 68 sm. Endi qatorini sanab chiq. Bu yerda yopiq ekanda. Hop, men bitta o'rndan sanayman. Hop, orqagacha ketgan ekan. 1 2 ekan. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 ta 16 17 18 19 20 19 ta trubasi bor ekan. Bu degani mana shu isparetil tashqaridagi freon kirgandan keyin bu muzlab bo'ladi. Yozib ko'radi. Qanchalik qalin, qanchalik ko'p qator bo'lsa, sizga shunaqangi ko'proq energiya beradi. Bu mis trubamiz ustida mana shu qoplama bor. Qoplama sizga zanglamaslik, chirimaslikni oldini oladi. Uzoq muddat xizmat qilib beradi. Odatda korroziya, anti-korroziya deydi. Korroziyadan himoya qiladi. Bu qoplama 50 yilgacha xizmat qiladi deb aytilgan. Xo'p, konteynerimizni zborkasi Xitoyda bo'lgan. Xitoyda Gri zavoddan ishlab chiqarilgan. Gri zavoddan o'zba Gri zavodda. Gri'ni Clive degan modeli bor. Clive modeliga o'xshaydi ham bo'ladi, faqat brend Premier. Xo'p, endi bu yerda platani xizmat beramiz. Platasi har doimdagi sifatli zborka bo'lgan. Eski narxi adashmasam Clive'niki pul, Gri'niki uzuniki 440-450 atrofida. Faqat brend boshqa, narxi 380. Bu o'zi ham narx qimmat edi. Vaqtinchalik chegirmada shunaqa narx qo'yilgan. Xo'p, endi sizlar bilan ichki blok ko'rib chiqdi. Endi navbat tashqi blok kelib. Motor o'chib, ichida nima chiqib keladi? Men minus faqat motorlar topaman-ku. Boshladim. Bu iç tashqi motor tini ham bor-ku, 380 sal oz emasmi-ki? To'yib qo'yaylikmi? Ya endi o'zi 380 ham bo'lib ham bo'ldi-ku. Yaxshi-ku. Ko'pisi ham o'ta qalin ekan-da. Sizlar o'qaman, вообще minus topaman, lekin topaman plus rent top o'ynash kerak ekan. Nima plus ekan? Mana yerda motorchiga bo'lgan DC ekan. Aytdim-ku, full DC. DC motor ekan. Full DC. Kichkina motorchasi ya, 12 wattli. Bu degani eng past toklarda ham yaxshi ishlab beradi, energiyani ancha kam oladi. Mana bu klientlar ko'rsin bu videoda. Mana ko'ring. Shu zo'r. Isparetil qanchalik zid joylashgan, qanchalik qalinligini. Bu tarafdan, mana yon tarafidan ko'rsataylik videoga. Yaxshigina zborka bo'lgan. Ventilyator dovushi unaqangi baland bo'lmasligi uchun spesial chexollarda, poklarda izolyatsiya bo'lgan.
Bu degani ko'p videoda mana anaqa kondisioner ochganda mana endi o'chig'ir bilasiz. Ochiq bo'ladi. Bunday izolyatsiya qilib yopib ketgan ekan. Ovoz pasaytirishdi. bu bemalol spalnilarga ham qo'ysangiz bo'ladi. Tungi rejimlari bor. Tungi rejimlarda dovush ancha past, pasti ishlamaydi sizga. Maza qilib yoz kunida ham, qish kunida ham o'tqizsangiz bo'ladi. Shu zo'r kondisioner. Sifati yaxshi. Yumon ko'psa ancha qilinganmi? Sifatli kondisioner Ota ham korpusdan ham bilinadi. Xo'p, tashqi blokka yechintirib oldi sizlar bilan. Mana ko'rishingiz mumkin. Sifat nima uchun bu narxi, misol odatda kondisionerdan qimmatroq? Sababi mana bu narsa gapiradi. Alho, nima deysan endi-ku? Bu moto kutmadimmi ma'mulaki? Agregat qilib, Sanaylovchi endi. teplanmaning sana. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ta. To'liq 12 ta. To'liq 12 ta. Qalinam. Ancha qalin, 7 mm dan ancha qalin. Bu degani yoz kunida ham kunida ham energiya samaradorligi eng yuqori bo'ladi. Bu kondisioner qo'rqmasdan ayta olamanki, A+ yo 3+, ya'ni ancha kam tok rasxod qilib, ancha ko'p sizga quvvat beradi. Xo'p, endi isitgani вообще zo'r kondisioner. Xo'p, endi qarang. Xo'p, men minus topmadim, faqatgina plus topdim. Teni bor ekan, tashqi motor teni bor ekan. Ha, endi qarang, birinchi o'rinda mana parragidan boshlaymiz. Keramidskiy parra qo'ygan, albatta DC motor bilan. Bu degani bir xil ravnomerniy sovuq ushlab turadi, issiq ushlab turadi. Tok rasxod ham ancha kam bo'ladi. Hamda teplobmennikka qalinligi 2 sm hamda bluefin qoplama. Alho aytgandek, tashqi blok paddonida zimniy komplektatsiyasi bor, tem bor. Takansiz isitish boshlaydi. Shunaqa. 20 gradusgacha effekt bera oladi bu kondisioner. Bera oladi, chunki qish kunida tashqi agregatdagi shlankadan suv oqmaydi. Naborot, mana bu isparitelni tellaganda suv oqib paddon to'planadi. Paddonda muz hosil bo'ladi. Mana parrani nimasini keramidskiy keldimiz, qaytib keramki? Xo'p, parrak o'zi keramika. Mana motor aylanayotganda ham dovush unaqa baland bo'lmaydi. Uzoq muddat xizmat qilib beradi bu degan. Ovoz pasaytiradi. Ha, dovush ham yaroqli muddat ham. Ko'p joylarda kompressor ochiladi, naqd kompressor. Yo'q, to'g'ri tur. Ko'p joylarda bilamiz, mana parraga oftobda turadi. Oftobda turganda qo'lanib ketishi bor, sinib qolishi bor. Bunda unaqa narsa bo'lmaydi. Buni qayerga ketdingiz? Kondisioner Grizavoddan chiqadi. Xitoydagi Guanchjou bitta zonasi topib qo'ying. Mana kompressor qo'ying. Kompressor o'zi ham kompressor. Kompressor o'zi ham grey, chunki bu Clio model analogi bo'ladi. Xo'p, kompressorimiz markasi AN108 ACBD. Bu degani Grey Appliances Product Label. Ofitsialniy o'zini o'sha Xitoydagi Juhay zavodida ishlab chiqariladi. Bu kompressorimiz ham sifatli, o'zi Grey'ning eng arzon modelini ish bilan boshlanadi, Alhon. Grey'ning eng arzon modeli 400 dan boshlanadi. Ag'i 600 gacha-da. Lekin Grey'ning Clio modeli necha pulingiz bo'ya? 450-460 dollardagi komplektatsiya shunaqa. Ya'ni bitta narsa demoqchilar. Hamma narsa bitta, faqat etiketka, ya'ni brend premier bo'ladi. Endi bu aniga asosan faqat maqtash uchun emas, faqat nima deydi, skidkaga tushgan. Qo'limizda bir oz partiya bor. O'sha tugungacha shu narx, lekin u narxda o'zimiz uchun asli narx qimmat buni. Tavsiya qilinadi. Zavodga o'zasi qimmatdan tushgan, vaqtinchalik chegirma qo'yilgan. Modelni eslab qoling. Premier 12lik Everest. Everest degan model. Everest degan model. Bu hozircha faqat 12 talik razmerda bor. Kompressorni ko'ryapmiz. Green'ning o'zini eng oxirgi kompressorlardan biri. Dvukrotorli kompressor bo'ladi. Klaplar ham to'liq misli ko'ryapmiz. Menga eng katta yana plusdan topib qolganim bor bu yerda. Buni bu kondisioner qo'rqmasdan oftobga qarab o'rnatsangiz ham bo'ladi. Sababi buni platani driverlari ham kattagina. Bu driver platani sovut berishni sistemasi degani. Ya'ni oftob qaraganda ham simlar qizib ketib, ashibga berib uchib qolmaydi. Bemalol chillada ham sovutib beradi. Minus sovuqda ham yaxshi isitib beradi. Minus 20 gacha. 20 yozganim bilan o'rtacha minus 15 da ishlab beradi. Men o'zim vazifamni bajarib qo'ydim. Hamma plusdan topdim. Alhon, sen o'zing vazifani bajarding, nima minus topding? Minus yo'q. Minus yo'q. Grey ko'p o'zi. Grey bilan bitta narsa, Greyda o'zi minus topish qiyin. Toppan bo'lmadi. Bitta minusi endi o'sha Wi-Fi topdim, endi asli Wi-Fi qo'shatan emas katta-yu. Lekin uni kondisioner вообще zo'r. Faqat menga eng yoqqan taraflardan biri kompressori chexollari 2 qavat, yaxshigina izolyatsiya qilingan. Tagida mana rezinalari bor. Tok pastligidan vibratsiya beravermaydi. Endi buni kilosini, qancha gazi gram borligini, tok rasxodini sizlar bilan faktik ko'rib chiqamiz. Kilosini aytsam, g'alati bo'lmaysin? Nima kilo ekan? 25,5 kilo. 25,5 kilolik agregat. Gazini grami 575 gram. 575 gram. Endi bu 32 freonda. O'zi misol 410 freonlar gram ko'proq bo'ladi. Lekin u ketadi. Lekin ular yarmi loqa, yarmi 32 freon bo'ladi. Bu danaga 85 benzin, 100 benzin eng 100 80 benzin bilan 92
48 dakika farqi. Bu yoqilg'i tashqi muhitga eng kam zarar yetkazadigan yoqilg'i hisoblanadi. Ekologiyaga eng toza freon hamda kompressor juda ham yengil ishlaydi. Bu konditsionerni aniga maqsadganlar ko'p bo'libdi, lekin haqiqatda narxiga arziydi. $380 sal ozon emasmi sizlarga? Xo'p, bu narx haqiqatdan ham arzon. Sizga maqtash emas. Xohlasangiz, любой mana misol $380-400 konditsioner bilan solishtirib bera olamiz. Bizning maqsadimiz nima? Bu narxdan foydalanib qoling. O'zi 100 ta kelganda 20-30 o'z do'konda sotib qo'ydim video chiqishdan oldin. Hozir qo'limizdagi partiya tugaguncha shu narxda sizlarga yetkazib bera olamiz. Foydalanib qoling. Narxi haqiqatdan bomba. 12 ta viloyatga dastlabki xizmatlarimiz bor. Kafolat bilan yetkazib beramiz. 380 ga qilib beramiz anaqa. To'liq qo'yaylikmi? Aşağı qo'yamiz. Yo'q, to'liq qo'yaylik dema. Ama videoda bu konditsioner maqsadgan o'xshatugu haqiqatda lekin narxi dasturni konditsioner. Nima deysiz sizlar? Buni maqtash emas, o'zi Grey Clive degan model bor. Yaqingacha ham $450-460 sotilgan. Hozirga shunaqa narxda sotilyapti. Bu narxi ham o'zi qimmatida. Vaqtinchalik chegirmada qo'limizda qanchadir partiya bor. $380 ga haqiqatdan ham 100% narxiga arziydi. Xohlasangiz $380-400 konditsioner bilan solishtirib ham beraveramiz. Bu sifatga bu narx arziydi. Agar sizga ham shu model yoqqan bo'lsa, o'zimizning kanalimizga bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Pastda nomerlarni qoldiramiz. 12 viloyatga yetkazib beramiz.